Shu videoda 500 ta like bo'lsa, keyingi video horror bo'ladi. Okey, bugun sizlar xohlaganinglardek horror video bo'ladi. Bu videoda biz serverlarda juda ko'pchilikni qo'rqitgan ikkita creepypasta haqida gaplashamiz. Qani videoni boshladik. Xullas 3 ta beta horat o'yinchilar serverga kirib o'zlaricha mazza qilib Minecraft o'ynashmoqchi edi, lekin ularning oldinda juda ham dahshatli narsalar kutib turganini bilmas edi. O'zlarining binoida uylari ham bor ekan. To'g'risini aytaman, uylariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Noma'lum sabablarga ko'ra o'yinchining sherigi serverdan tark etishga majbur bo'ldi. O'yinchilar esa vijvaniya qilishni davom etardi va shu payt o'yinga akkaunt 671 o'yinga kirib, yana chiqib ketadi. O'yinchilar esa hayron qolishadi, chunki ularning bunaqa tanishi yo'q edi va atrofga qarashadi. Lekin serverda hozircha hammasi joyida edi. Ular mazza qilib issiqqina pechkani yonida suhbatlashar edi. Mana nihoyat kech ham va o'yinga yana akkaunt 671 qo'shiladi. Hey do'stim, u yana o'yinga qo'shildi. Yana? U kim bo'ldi o'zi? Hey, sen kimsan o'zi? Do'stim, menimcha u bizni eshitmayapti. Boyadan beri bizga javob qaytargani yo'q. U shunchaki o'yinga kirib chiqib yotibdi. Mana yana o'yinni tark etdi. Va ularning sherigi yana o'yinga qaytdi. Esinglarda bo'lsa, boya chiqib ketgan sherigi yana o'yinga qaytdi. Nihoyat qaytding. Bizda juda ham g'alati narsalar sodir bo'lyapti. Mana shu joyga yaxshilab e'tibor beringlar. 671 yana o'yinga qo'shildi va o'yinchini qo'rqitishga harakat qildi. Lekin u yo'qolib qoldi. Baribir uni quvib yeta olmadi. Va kech tushganida esa 671 ularning uyini atrofida aylanib yurganini ko'rishdi. Brat, gazdan keldi. Gazni pulini bering. Gazdan keldik, ona. Akkaunt 671 ham o'yinchilar oldiga to'g'ri kirib, ular bilan xora-xol so'rashib va o'zidan qandaydir g'alati raqamlarni qoldirib ketib qoladi. O'yinchi esa uni topa olmay qoladi. Keyin birdaniga 671 muz o'rtasida paydo bo'lib, ularni xuddi yoniga chaqirganday turib oladi. O'yinchilar 671 ko'zdan kechirishadi, lekin baribir bu o'yinchida nimadir borligini sezishadi. Xuddi bu o'yinchiga ham o'xshamasdi. Keyin 671 ga bularni turqi yoqmagani uchun muzi tagiga bularni tortib ketishadi. Mana bu o'yinchi esa panikaga tushib, uyga qarab chopib ketadi. Pamperslarni almashtirib bo'lgandan keyin o'zini sheriklarini kuta boshlaydi, lekin ular kelishmaydi. U sheriklarni qidira boshlaydi, lekin ularni topa olmaydi. Va u eshikni ochib tashqariga qaraganda 671 yo'q bo'ladi va u ortiga qaraganida esa Demak, o'yinchi do'stlari bilan serverda o'ynayotganida va uy atrofini ko'zdan kechiryapti. Menimcha birinchi marta bu serverga kiryapti va shu payt o'yinga qiz bola qo'shiladi. O'yinchi o'zini yo'qotib qo'ydi nimagadir. O'yinchi bu qiz bilan suhbat qilishni boshladi. Xullas mana kech ham tushdi, lekin o'yinchi o'zini sheriklarini topa olmay qoldi. Negadir ular uyga qaytishmadi va umuman javob bermay qolishdi. O'yinchi uyini aylanib o'zicha hamma yo'llarni o'rganib chiqaverdi va mana bu yerda lift borligini ko'rdi. Bu yo'l bilan pastga tushish mumkin edi. Pastga ham tushib oldi, lekin qolgan o'yinchilar bu yerda yo'q edi. Bu yo'l xuddi nima desam ekan, bunkerga o'xshardi. Bu yer bunkerga ham emas. Bu yer qandaydir vannaga ham o'xshab ketyapti. Va bu liftda 3-qavat ham bor ekan, tepaga ham chiqsa bo'ladigan joy bor ekan va o'yinchi tepaga ham chiqib oldi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda polis ekinlari, ya'ni oziq-ovqat bor ekan. Mana bu esa chopyapti. Xo'sh, mana bu yerda kimdir yotgan bo'lishi mumkin, bu yerda ham kimdir yotgan bo'lishi mumkin. 2 kishilik kravat va sandiqlar. Va o'yinchi tashqarida qandaydir noma'lum obyektni ko'rdi, ya'ni o'yinchiga o'xshagan narsa. Menimcha sizlar ham ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. O'yinchi qiziqqonlik bilan uni yoniga borishga harakat qiladi va mana yoniga ham boryapti. Lekin bu yerga yetib kelganida hech qanday obyekt yo'q edi, ya'ni o'yinchiga o'xshagan narsa u yo'qolib qolgan edi. Noiloj o'yinchi yana uyiga qaytib keldi, lekin o'rtoqlari hali ham yo'q edi.
Mana shu yerda yaxshilab e'tibor bersanglar, uni ko'rishinglar mumkin. Shu yerda ham yana bitta g'alati narsa sodir bo'ladi. O'yinchi tashqariga chiqmoqchi bo'lganida eshik qor bilan mahkamlangan edi, ya'ni to'sib qo'yilgan edi. Qorlarni buzib tashqariga chiqqandan keyin yorug'lik manbaini ko'radi va u yerga qarab yura boshlaydi. Ichkari juda ham g'alati. O'yinchi o'yinning boshida bu joyni ko'rmagan edi. Boshida yo'qmi dedi bu joy. Xullas ichkaridan aytarli hech narsa topolmagandan keyin tashqariga chiqib ketishga qaror qiladi. O'yinchi kulgili mavjudotdan qo'rqib, o'zini uyiga qochib keldi va o'sha mavjudot orqasidan kelib, "You are next." Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Qani shu videoga ham 500 dan ortiq like yig'a olamizmi yoki yo'qmi? Keyingi videolarda ko'rish